O'zgidromet 5 fevral payshanba kuni kutilayotgan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Unga ko'ra havo harorati nisbatan pasayadi. Jumladan Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ertalab biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Kunduz yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechqurun vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib g'arbdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. 12-14 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 7-9 daraja iliq, kunduzi 16-18 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayadi. Harorat kechasi va kunduzi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq. Ustyurtda kechasi va kunduzi 0,5 daraja sovuq bo'ladi. Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayadi. Harorat kechasi va kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Tuman tushishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 metr sekundgacha kuchayadi. Harorat kechasi va kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Tuman tushishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 metr sekundgacha kuchayadi. Harorat kechasi 6-11 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Tuman tushishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayadi. Harorat kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Tuman tushishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, -2 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. O'zbekistonga juma kuni Qozog'iston hududidan sovuq va nisbatan nam havo massalari kirib kelishi boshlanishi prognoz qilingan. Buning hisobiga respublika bo'yicha 6-fevralda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qorga aylanadi. Tog'li hududlarda 5-9 fevral kuni qor ko'chish xavfi bor.